Assalomu alaykum qadrli ko'rman do'stlar. Bir kitob bir olam programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Bir she'r, bir hayot birligidir. U tabiat dunyosidagi hayot kuchi urg'ib turgan barliq jonliqlardan bekroq jilvidardir. Bir she'r, bir qalbning o'lmas, mangulik kuyidir. She'r hayot hislariga to'yingan stroqliq muzikadir. Uyg'ur she'riyati o'zidagi fasohat, farosat, latofat, nazokat, shundaqla o'lmas ro'yi manzara va tafakkur ididagi o'zgachilik tutmas qanoat orqali avloddan avlodga, davrdan davrga o'lishib, o'zining taraqqiyot va madaniyat musofasini yaratgan. Bugungi kundami ajdodlarning ana shu she'riyat qarshiga, she'riyat uslublarga varislik qilib, xalqimizga o'lmas lirikalarni sunib kelayotgan shoirlarimiz bor. Bugungi programmamizda biz shoir Abdurim Abdullahning Şinjan Universiteti Nəşriyyat tərəfindən nəşr qılınğan İşıqnamə namlı şeirlər toplumunun bətlərini varaqlayımız. Bugünkü söhbətimizə 3 əziz mehmanını iştirak qıldıq. İşıqnamə namlı şeirlər toplumunun müəllifi Şinjan Ünsün Nəşriyyatının muharriri şair Abdurim Abdullah əfəndi. Şinjan Uyğur Abnum Rayonluq Yazğıçılar Cəmiyyətinin dövlətlik 1-ci dərəcəlik yazğıcı Muhammed Bağraş əfəndi. Şinjan Bazar Yetekçisi Geziti'nin sabık muharriri şair Musa Ahad Efendi. Şiir janrının gül tacı hesablanır. Okur mengibegen tuncu duygusunu aradığımız yakın duygulayız. Edebiyat sanatının en iktidai ve en kadimi janrı olan janr şiiriyettir. En güzel muhabbet risalesi desek mi bulurdu? İşıqnamə namlıq bu şiirlər toplumunda klasik ədəbiyyatımızdakı, Uyğur şiiriyatımızdakı ənənəvi şiir şəkillərinə aid əxtadıq yetkizib ifadələnən, bayan qılınğan. Bulubmu İşıqnamə namlıq şiirlər toplumunu oxuğandan keyin mening his qilganim, bu toplamdakı mutlaq köp sondagi şiirlər klasik şiiriyatımızdakı bir ani janrı bo'lgan, ani tür bo'lgan g'azal şiir şəkildə yazılgan. Onundan başqa Muhammed şiir şəkillərdə yazılgan bir qancha şiirlər var. Elbette Abdülhamid'e Uyghur şiiriyatida şiiriyatning şəkilləri tolumu nurgun. Hem de sizdinki İşıqnamə namlı şiirlər toplamanızdaki şiirlarni siz başqa şiir şəkilləri bilan yazmayın, şu g'azal şəklində yazışni tanlab olganingizni ədəbi ijodiyatingizdagi bir xil xoslik desak qanday bo'lar? Menimcha g'azal shakli Uyghur şiiriyatidagi eng nodir, eng oliy, eng güzel bir sanat şiir şekli. Şiir janrının gül tacı hesaplandı. Yakında bir iki misra şiirini görüp kaldım. Belki klasiklerini boz gerek. Bunu şunda da yazıptı. Eğer biz kuşun himmetten kanaatı pes uygu yokturunun ispatı dedi. Demek gazal şekilde şiir janrıdaki en kıyın, en güzel, en mükemmel şekilde köple bunun yüzünsel karşılık geldi. Ben şu bay degen iki misra şiiri koşar, bir gayret, bir ilham ben müş kıyın şeklini tanlap etken bir yılda şakından yazıp çıktım. Bunun yazışında yani bir sebep şunda bulavuttu degen yakın bir neçe 10 yıldan beri karasak bizning ijtimoiyatimizda an'anadan yiroqlashish, an'anadan yotlashish tek bir hodisa paydo bo'layotdi. Men kichkinda she'r kitoblarni ko'p o'qidim. Shuning ichida bir g'azal shakllarini ko'rsamda, bularni eng oldin tanlab, so'yinib, zo'qlanib, so'yib o'qidim. Lekin ba'zida g'azal shaklidagi she'rlarni fikr bo'g'idi, tafakkur bo'g'izlanib qoldi degan bahona bilan g'azal shaklini o'zidan qochirib, she'riyatimiz hozir bu janr biroz oz ko'ldan bo'lib qoldi. Lekin meningcha she'rda fikrning bo'g'ilishi, bo'g'ilmasligi, jilvalanishi şu şairin özünün bədii istidadıga bağlıq. Ben müşuna bir qiyin
şekilin içine kirib turib, bu kitobni o'zimning badiiy quvvatimda bir tavlab, sinab nuqtasidan turib yozib chiqdim. Albatta, har qanday bir til o'zininki til xosligi bilan eng go'zal, eng tatlı gaplarini, madaniyatning tindurmullarini, adabiyotning eng ixcham shakli bo'lgan she'riyat orqali aks ettirib beralaganda, biz shuningdan shoirning badiiyatini, shoirningki talantini bayqaymiz. Albatta, bag'ashganda shu Ishqnomi nomli she'rlar to'plamininki maydon kirishi bugungi Uyg'ur she'riyatidagi g'azal dan iborat she'r shakliningki shu estetik izlanish musobasidagi g'albilik besilgan bir badiiy natija desak bo'ladi. Odatda biz inson tunji qatdan ma'lum bir parcha she'rni o'qigan vaqtimizda shu she'rningki shu o'quvmanga bo'lgan tunji tuyg'usini odatda biz haqiqiy tuyg'ulaymiz. Bu nuqtadan qaraganda siz Ishqnomi nomli she'rni o'qidingiz. Anda bu she'r sizningki ta'sirotlaringizni va sizning tasavvuringizni qanotlantira oldimi, Bag'rash aka? Adabiyot san'atining eng ibtidoiy va eng qadimiy janri bo'lgan janr she'riyatdir. She'r insonning eng ibtidoiy ichiga sig'mayotgan, patlab o'rdayotgan, kishini uyqudan bedor qilayotgan, ko'zlaridan nur chaqintib, nimadir birimiga talpingisi kelib, bir kang dalachi vaqirg'isi kelib, qilayotgan, mushunda ichiga sig'mayotgan bir tuyg'u o'rkishni, bir portlashni shu qalam orqali to'kishning bir quroli deb qarayman. She'r oldi bilan u hissiyotning majmuasi, hissiyotning ifodalanishi, hissiyotning namoyandasi. Uningda aqldan ko'ra ko'proq hissiyot jush urib turdi, hissiyot o'rkashlab turdi. Ishqnomini qo'lga olgandan keyin meningda paydo bo'lgan tunji hissiyot shoir Abdurahim Abdullaning mushu tildik fasahatiga hayron qoldim. Bu hissiyatni ifodalamak nihoyat o'ng'ay. Vaqirashim bir xil hissiyatni ifodalash usuli, yig'lashim bir xil ifodalash usuli, kulishim bir xil ifodalash usuli. Abdurahim Abdullaning tilida bundoq qiliqi, dabdabalik so'zlar yo'q. Naat saltanatlik, urg'uluq bundoq jumla yo'q. Intayin oddiy, intayin sidon bundoq qaraganda. Mushunda tutsang tutib ola oladigan ko'rinadigan ana shunday. Lekin bu tilning aniqlik darajasi shu qadar yuqori. Dallik darajasi shu qadar yuqori. Go'zallik darajasi shu qadar yuqori. U uning oddiy bo'lishiga qaramay, sidon bo'lishiga qaramay, uni ko'tarib chiqayotgan go'zallik tomonida o'rinlagan vazifasi intan yuqori pallada, yuksak pallada deb qarayman. Ikkinchisi Abdurahim Abdullaning she'rlariga bo'lib Ishqnomida kitobning nomida ma'lum bo'lib turibdi. Ishqnoma. Bu ishqnoma degan so'zning o'zi muhabbatnoma degan so'zdir. Kuyish degan so'zdir. Kuyish, suyish degan so'zdir. Muhabbat degan so'zdir. Xo'sh, ishqnomani varaqlab tursangiz, hammasida go'yo bir yor uchun kuyayotgan, o'tmayotgan bir yurakning nidosini, shig'isini, zarni olgandek bo'lasiz. Zarni olgandek bo'lasiz. Lekin siz cho'nqurroq o'ylasangiz, buni birinchi ibtidoiy ma'nosini teradek o'tib o'ylasangiz, buning da gupildab turgan, hayotga yalqillab turgan bir hayotga kuyayotgan bir yurakni ko'rasiz. Hayot ishqida yilinjayotgan bir yurakni ko'rasiz. Men ash ma'noni zaruriyat tufayli emas, o'z ixtiyoran, o'zimning odatga tafakkur yo'lim bilan ashunday bir manzilni ko'radim va ko'ralayman deb qoldim. Shuning uchun bu kitobni intayin muvaffaqiyatli chiqqan bir nodir asar deb baholayman deb qarayman. Endi Ishqnomi nomli she'rlar to'plamininki shu shakl andisi bir xil mukammallikka ega. Undan keyin shoir to'plamda she'rimizningki shakl andisiga sadoqat millik bilan varislik qilgan. Lekin deyada an'anaviy she'rimizningki bu xil shakliga varis qilgan yana da she'r bu Ishqnomi nomli she'rlar to'plamida aktual temalar az emas. Yani kelib bu aktual temalar uch yalang'och, oshkora usulda emas, bir xil she'riy g'uvonlik ichida, bir xil badiiy cho'nqurlik ichida o'z ifodasini topgan. Mush nuqtadan Musa aka endi mushtundagi aktual temalar she'rlardagi biz o'qish aktual temalar qandaq bir xil o'zgacha ravishda barq urgan mushaq qarashlaringizni anglab taqamiz.
Bu eser Uyg'ur klassik she'riyatiningki g'azal shaklida nihoyatda obrazliq holda o'tirib qo'yilgan. G'azal shakli endi Uyg'ur klassik she'riyatimizda qadimdan tortib davomlashib kelayotgan. Mushiyatda nihoyatda ko'p shahona asarlar barliq keltirilgan. Qiyinlik darajasi intayin yuqori bo'lgan, o'lchami intayin qattiq bo'lgan bir xil shakl. Endi Abdurahim Abdulla mush she'riy shakli orqali ishqni, ya'ni muhabbatni tema qilgan asosda, davr qilgan asosda xalqning o'zininki xalqchillik ro'yini, muhabbat jihatdagi oliyjanob idisini targ'ib qilgan. Sadoqat va go'zallikni ulug'lagan. Ishqnoma tematik mazmunning keng cho'nqurligi shakl jihatda Uyg'ur tilininki eng go'zal o'rnaklarini o'ziga mujassamlagan. Shoir Abdurahim Abdullaninki avlodlar qoldirgan eng go'zal muhabbat risolasi desak bo'ladi. Bir g'ayrat bir himmat edi. O'tgan go'zal kitob yozibdi. Topun shoirga o'zining she'rining yarmiga ta'z. Qandaq javobatni izdan tepildi deydigan bir bishoratni berdi. Demasimi bizningki bilmas she'r shakli bo'lgan bu g'azal janrimizni biz klassik adabiyotdan burun biz og'zaki adabiyotning eng mo'l-usulliq janriga turib olgan xalq qo'shiqlaridan biz tomondan topa olamiz. Demak bu uzun tutishgan janr. Gerçi bu g'azal degan gap arab tilidan kelgan bo'lsin, ammo uning she'r shaklimiz bo'lgan. She'r shaklimiz azaldan bo'lgan. Masalan, oq uraman, oqlarim tutib qaytsin. Ko'z yeshim daryo bo'lib, beliqlarim jo'p qaytsin. Bu tipik orzu vazirlik she'r, tipik g'azal. Ya'ni kelib naqsh orzu vazirlikka poylatni vazirlik, ramalbaklik, naqli tushirib buni ayirib baqadigan bo'lsak. Unda qo'ygan Abdurahim aka siz ishqnoma nomliq shu to'plamda muayyan belgilik bir estetik bir xil pal yaratdi deb o'ylamsiz. Ben burun murabba şekilde, tetlik şekilde mi yazdım, altılı şekilde mi yazdım? Mesela tübür dükündüğün aragan avaz, sınık kılıç, ah atıla, kanatlık şair katarlık, barmak bazı şeylerimde köple ben söyleyip okudu. Hatta sorular yad edip uçkan ballarını gördüm, ben yok yerlerde. Bunun tesirini yakşı bilir cemiyette. Şundan lekin bir iş güzel bu trop karşısam bizden bu eneni bir şirketimiz saat susap koydu. Şunu bilen ben şu klasikimiz sevginişi de en çok şu güzel gazelerin ilham birisi bilen bir gayret bir himmet öden ötken bir yazılmış kitabını yazıp çıktım. Selametlikin ömür yaravasa bununla şekilde yanım yazı ben. Lakin azıcık bu kitap ne? Benim vazifelerimden bir kadar yukarı perdesinde paracım. Abdurahim akam hem de barmak vazirlik şerlerde ilgili şöhret kazangan bolsa bu katem şu arzu vazirlik şerlerde bulup arzu vazirlik şerlerinin içindeki şu gazal şiiri şeklinde. Yani bir katem muvaffakiyetlik bir kademle bastı deb qaradım. Onda bolsa siz özünüzün bu şıqnamlanlıq şiirler toplamındaki gazallarınızın tonunu razıgensiz. Demek üzüge yarğan halq yaraydı dediniz bay men mi qo'shilma üzüge bir narsa yarmaq tas şu. Topum shoirga o'zining she'rining yarmig'i tas. Bu nuqtaga qaragan o'zingizning shu badiiy talantingiz, sizning o'zingizning istidodingiz eng yaxshi jariy bo'lgan lirikalardan bir ishkini ko'rman do'stlarimizga iltimos qilib beramiz Abdurahim aka. Gayur keldim, yaşap kısmetlerim düşvarıdın keşmey. Dilimnin gay gemşatlık meyil kuştavırıdın keşmey. Garip başımki könglimni haman min doşqı ten kıldım. Özümdekla unun tutmaz, pigan ahzavırıdın keşmey. Kanalmay kündüzü zinhar, ötüptü tünlerim bir dar. Hayatның zavkıdın kelmiş, nezim eşavrıdın keşmey. Tapanım gülcük kandın, yayak yürdüm bayağlanda. Behuş eylep huzur bergen, kalem tulpavrıdın keşmey. Didari tut ya yarının, hıyali şükür kim billah. Saadet bağıda şatmen,
Nurona yodidan kechmay. Bu koydan kesh diban kelgan, rahiga nopsand bo'ldim. Vafaga zoriqib etgan, nigar izhordan kechmay. Malu dunyoga shaydasha, gadayliq ilkida tutqun. Ishqdab hammadan kechgan, faqat men yoridan kechmay. Rahmat, rahmat. Amilat ishqnomlamli qo'topdan to'ndaq isimlari ko'p. Bir narsa his qilib qoldim, Abdurim aka. Siz o'zingiz yozgan she'rlarni asosan yodda oldiga o'xshaysiz, a? Qog'ozga jiq yozmayman. Men ketib etib yo'llarda yozgan ekan, qalliq yozgan ekan, bu asti qoldi ekan. Ba'zida qog'ozga zo'rlab ko'chirib yozdi-da. Bundan she'r asti qolmaydi asosan. Avtobus ketib berib, shu qalamda she'r bo'ladi. Shu bitirib, qog'ozga tushirib qo'yaman. Bunda ahvoldagi she'rlar asti qoldi ekan. Men shu kitobdagi g'azalning yerini yozib bilaman. Barmoqdagi she'rlarni hammasini yozib bilaman. Shoir bu to'plamdagi she'rlarda boshdan oxir bir narsani intildi, bir narsani topmoqchi bo'ldi. Lekin buni topolmaydi. Qo'g'ilishidir. Lekin uniga yetolmaydi. Mishada biz mushkil tarafni biz klassik shoirlarimizning she'rlaridan uchirtib qolamiz. Masalan, klassik adabiyotimiz yar obrazni o'zi bir smolik obraz, bir vakillik obraz. Hozirgacha zadim shu klassik adabiyotimizga yar obraz zodi nima? Bu güzel bir canlandı, bir güzel bir kızın köystemde bununla hazırki haqiqatlar elib berayotir, amma bununla tefi hech kim aniq bir narsa deb beranmadi. Uningdan keyin shu ishqnom nomli she'rlar to'plamidan biz klassik she'riyatimizdagi ustozlarninki ancha-muncha iznasini ushirtib qoldik ekanmiz. Chaydiga yerim shu emas. Shundoq. Undan keyin shu ko'p masala o'zining dunyo qarashini, hurmat qarashini, o'zining hayotga bo'lgan, muhabbatga bo'lgan, insoniyatga bo'lgan, she'rga bo'lgan mushan qarashlarni mush yar ishqi yuklab turib, biz nurg'un narsalarni davogan Abdurim Abdulla aka. Shuna bo'lgan chog'da Bag'rat aka sizningcha mushkilodisa bu ta'sirga uchrash masalasimi yoki she'riyat an'anasiga varislik qilgan ahvol? Meyli klasiklardagi bir xillik yar obrazlaydi. Uni klassiklar hozir tadqiqotchilar har xil obrazning ma'nosi yoki shuni smovli deb qarayotdi. Ya siz bir xil bir narsadan qismol deb qaraysiz, yana birisi bir xil deb qarayotdi. Abdurim ham shundoq, Abdurim Nasadim shundoq. Men buni Abdurimning klassiklarini to'g'rishi deb o'ylamayman. Klassiklarni yana birinchi bu san'atning asl qonuni shundoq. San'atning asl qonuni shundoq. San'at degan so'zning o'zi hech qachon gapning hammasini oldiga o'qirmanning oldiga tashlab berish emas. Ko'rmanning oldiga tashlab berish emas. Uni ma'lum fikr cho'nqurligiga qarab yetaklash bo'ldi. Har qanday fikr san'at shaklini olganda u mavhum bo'ldi, abstrakt bo'ldi. U yoshirun, gunga bir xil libosni kiygan go'zallik kishi bo'ldi. Go'zallikning namoyandasi bo'ldi. U siz aniq ko'rmagandan keyin u texnik jalbkor bo'ladi-da u. O sizni bir xil xiyol undaydi, bir xil izlashga yetaklaydi, sizning fikringizni, tafakkuringizni. Siz shu izlash jarayonida yangi sohillarga, yangi vodilarni ko'rasiz. Yangi manzillarga yetib borasiz. Hatto shoir o'ylamagan, shoir his qilmagan, yozuvchi his qilmagan, ana shundoq yozuvchilar o'ylamagan, shundoq pallalarni siz o'zingiz yaratib olasiz. O qahramonni o'zingiz yaratib olasiz. O obrazni o'zingiz yaratib olasiz. Mana bu san'atning qudrati, san'atning qonuni, mohiyatini deyishadi. Çünkü bunu Abdurim Abdullah'ның konularını doğrusu ya konularını bir xil özlüğünden mudaq çıkıp qalgan dep qaraymiz. San'at asli mahiyetinden qonuniyetin ana aşında guvalıqqa, aşında gungalıqqa, aşında bir abisler mavhum bir jirak tikip gugum içli güzellikке, gungalık içli güzellik egi narsa o. Onu Abdur aşı okurmanını yeteklaş, onu bir fikri varlık yeteklaş, göz tutmuş. Sen iznib kirib baqqan aşağı nima topaqlaysan ekan, qandaq javohiyatni izdan tepildi deydigan bir bisharatni berdi. Shunday bir yo'q ekandimki, Hazrat Navoiy bir tuyg'umda menga yaratib qarab qo'yganda. Ro'yni betishayaptimi? Intoyin çok ahamiyat bo'ladi deb qaraymiz. Bu yerda gap qaysini qamlashtirib yezishda. Qaysi bir chetalik adabning mudofaaga emisindi va. Adiblar bir narsa degisi kelganligi uchun asar yozdi deydigan bir gap bor. Bundan qaraganda ishqnomadan iborat bu smovlik an'anaviy imal va buning munosabatga bo'lgan yar obraz orqali Abdurim akam zodi bir narsa devog'iz kelayotgandek turida zodi nima demoqchi o'qiydi Abdurim akam deb
siz shu ishqdan iborat shu masalani, yardan iborat bu Ismoillik imagini ko'tarib chiqish orqali hayotni so'ymagan, yashashni so'ymagan, turmushni so'ymagan odamdan yarqin adabiyot chiqmaydi qarab. Bu ishqnoma cho'qim bir hayot ishqi, yashash ishqi. Muhabbat degan hamma muhabbatning onasi. Siz yashash fursatiga ega bo'lganda, hayot fursatiga ega bo'lganda, unda boshqa muhabbatlarga erishasiz. Men bu kitobdagi har bir g'azalni yozgan vaqtimda shunday bir tuyg'uga keldimki, Hazrat Navoiy bir tuyg'umda menga yiroqni qarab turgandek. Yana bir tuyg'umda shu orqamga kelib, Mürenmişni qarab turgandek hissga keldim. Shu minutlarda qalbim titrab, qo'llarim titrab, Navoiydan xiyolan aymandim. Shu ulug' zot shu chaqlarda titirgan qo'llarimni, qayib ketgan qalbimni o'z yo'liga septirdi. Demak, men o'zimni ana shariatimizning va shu ulug' zotlarimizningki eng ixlosmand shogirdlari deb hisoblayman. Musa aka ishqnom nomli to'plamga qarasak, to'plamdagi she'rlar parcha-parcha suvari mana yozilgan. Endi bu shu ayrim bir parcha she'rga qarasak, yana o'z-o'zidan bir xil izchillikqa, bir xil muntazamlikqa, sistemchalikqa ega. Mush to'plamdagi umumiy she'rlarni birlashtirib qarasak, yana bir xil bir butun asariga vakil oladigan manda bir alaydigan bor ekan. Ya'ni kelib to'plamdagi har bir parchaga ayrim mavzu qo'yilib yurmaganda, bunga qaraganda hamda shu bundaq shaklda o'rinlashtirishning kanda ahamiyatini biz qaysi taraflardan shariylab olsaqlar. Nazarimizni bu to'plamdagi she'rlar oldirgan vaqtimizda uningdagi bundaq bir xil qonuniyatni tushunamiz. Ya'ni bu she'rlardagi shu to'plam kirgizilgan she'rlarning hammasi bir xil vaznda, ya'ni arz vaznning g'azal va muhammas shakllarda yozilgan. Uningdan boshqa tema jihatdanmi birdaylikni saqlagan. Ya'ni ishq, muhabbatni asos qilgan holda shoir o'zininki go'zal tasavvurlarini, mo'l turmushdan olgan hikmatlarni mushundaq bir xil tema orqali o'tirib qo'ygan. Yani mundaq she'rlarningki, mundaq asarlarningki eng cho'ng muvaffaqiyatni qaysi jihatda ifodalash bo'ladi desak, shakl jihatdagi birdaylikni saqlash, mazmun jihatdagi birdaylikni saqlash ham tipik izchillikni davomlashtirish jihatda nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Abdurrahim Abdullahning o'zi bu she'rlardagi ishqnomi degan she'rlarning to'plamining o'ziga Uyg'ur she'riyatidagi xilma-xil shakllarni kirgizib qo'ygan bo'lsa, masalan, barmoq vazni, chashma she'r deymiz, undan boshqa nurg'un she'rlarning shaklini qo'ygan bo'lsa, balkim ma she'rlardagi badiiy go'zallik, fasog'at jihatda mundaq yuqori bir pallaga o'rlaydigan bir holat shakllanmagan bo'libdi. Chunki shoirlarning o'zi bir xillam shakl yoki bir xil temani tutib yotgan vaqtida mazmun jihatga chechilang'ulikdan yoki yuzavi qilishdan saqlanib bo'ldi. Shuning bilan birga o'z iqtidorini eng yaxshi joriy qildira oladigan bir holatni o'zi hozirlay oladi deb qaraymiz. Bundan boshqa bu to'plamning o'zida shoirning o'zi mushundaq bir xil shakl yoki bir xil tema orqali o'zining she'riy jihatda nihoyat cho'ng bo'lgan bir xil ko'lamni shakllantirgan deb qarashim bo'ladi. Abdurim Abdullah akaninki bu xil uslubi, bu xil she'riyatga, bu xil izchilligi bag'rashga Musa Ahad aka yalg'iz shu an'anaviy she'riyatning shakllariga bo'lgan ixlosmandlik masalasi bo'lmasa kerak. Mushak qarshilarni anglab baqsam. Yaqinqi 30 yildan buyon Uyg'ur she'riyatida xilma-xil she'riyat shakllari, she'riyat hodislari borliq keldi. Yani bir qism shoirlarimiz mushu xilma-xil shakllar orqali o'zining she'riyatdagi talantini joriy qilgan bo'lsa, yana bir qism shoirlarimizning o'zi mushu
Uyg'ur klassik she'riyatiga, she'riyat an'anasiga varislik qilgan holda bir turkum yaxshi g'azallarni yozib, ular yondashdi. Shoir Abdurim Abdullaninki Ishqnoma degan g'azalga qaraygan bo'lsak, Uyg'ur she'riyat manchidagi g'azaldan iborat eng tas bo'lgan, yozmoq qiyin bo'lgan, o'lchamlar bir qadar muntazam bo'lgan, mushundaq she'r shakli orqaliqmi Uyg'ur tilininki, Uyg'ur ro'yininki eng yorqin javharlarini eng go'zal fasohatli tillarda ifodalab beradi. Endi biz mushundaq to'plamlar, mushundaq she'rlar ko'proq chiqsa, bizning Uyg'ur tilininki unumdorligini oshirish jihatda bo'lsin, uning go'zalligini namoyon qilish jihatda bo'lsin, millatimizni mushundaq go'zal til, ma'nodor tillar bilan ularningki ma'naviy ro'yini betish jihatdami intayin cho'q ahamiyat bo'ladi deb qarayman. Men bunda qarayman. Masalan, bir xil shaklning o'zi bir odamning yoki bir afzallik emas. U bir avtor bir xil shaklni yaxshi ko'rish mumkin. Yani bir avtor, yani bir shoir, yani bir shaklni yaxshi ko'rish mumkin. Bu yerda gap qaysini qamlashtirib yozishda. Qamlashtirmaslikda. Bayağı iner dedim-ku men. Yani ba'zida barmoq vaznida yozdi, barmoq vaznida yozgandim, ya'ni ki gungaç yozdi, gungaç she'r yozdi. Ba'zida g'azal shaklida yozdi, ba'zida boshqa shakllarda. Mening qarashimcha gungaçning ishimi, gungaç she'rning ishimi, go'zal, yaxshi she'rlar bor. İnkar qilsa qilmaydi. Tarix taraqqiyotining bir mahsuli. She'r taraqqiyotining bir yangi mevasi. Uni biz javharlarni undaq isil narsani inkar qilmaymiz. Barmoq vaznlarda yaxshi she'rlar bor, Abdurimning yaxshi she'rlaridek, boshqalarning yozayotgan yaxshi she'rlar bor. Yaxshi shoirlar bor. Buni g'azaldimi yozayotgan yaxshi shoirlar bor. G'azal Abdurimdan boshqa biz g'azalni yozayotgan yaxshi shoirlar bor. Bu yerdagi gap endi o'zingizning fikrini qaysiningda abdaroq, ravonroq ifodalaysiz, shu shaklni tanlab qo'ysangiz bo'laveradi. An'anaviy she'riyat shakllari adabiyotimizning boyligi, yiltizi, andisi va mukammalligining bayoni. Mush an'anaviy she'riyat shakllarini haqdodiga yetkazib yezish, buni o'z asarlarda mukammal, yuqori badiiy saviyada ifodalash harmas qalamkashlarimizning yuksak manzilidir. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz nishad oxirlashdi. Hammamizga nodir isil lirikalar ro'y uzuq bo'lg'ay, xayr xo'sh. Zaman her öyde bovaqlarning hammasi analarning qo'llariga talmirishidir. Chunki shu mehribon analarning qo'llari shu damda bovuqiga tabiiy quvvat bo'lmoqini tayyorlab berish bilan aldirash. Tarkibida har xil vitamin, mo'l oqsil va minerallar bo'lgan yuqori fan texnika bilan bovaqlar uchun maxsus ishlangan tabiiy quvvat bo'lmoqi bovuqingizni sog'lom va shodmon qilg'usi. Bovaqlar sog'lomligi uchun tabiiy bovaqlar quvvat bo'lmoqi.